Abdullah, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bugun 21 aprel soat 10:00da sizlar bilan kredit olish istagida kelgan ekansizlar. Mana shu bilan uchrashuv o'tkazayotganimiz. Endi siz aka, siz ism familiyangiz kim? Nuraliyev. Nuraliyev Narzullo Rizayevich. Nuraliyev Narzullo, to'g'rimi? Nima yo'nalishda kredit olyapsiz? Dehqonchilik yo'nalishida. Dehqonchilik. Qancha kredit? 10 million. 10 million so'm. Moshina. Bo'ldi. Bugun sizda nimalaringiz hammasini xodimlarimiz nima qilib ko'rib chiqadi, ijobiy tomonga hal qilamiz. Keyin kimida? Siz ism familiyangiz? Ism familiyangizni ayting. Siz ikkinchidagi. Men Mirzayev Nozimjon. Mirzayev Nozimjon. o'zini to'xtatib ko'rmayapmi? Katta chiqadi. Dehqon xo'jalik. Bo'ldi, bo'lmasa sizda ham bu 3 kunida sizda ham kreditlaringizni hal qilib, o'zingizga xabar qilamiz. Siz Saidov Abdulaziz. Saidov Abdulaziz. Kredit olyapmiz. Chorvachilikka. Chorvachilikdan necha pul olyapsiz? 10 million. 10 million so'm. Bo'ldi. Aka, siz ism familiyangiz? Toshboyev Azamat. Toshboyev Azamat. Poliz mahsulotlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga 10 million so'm kredit olyapmiz. Hokim yordamchisi Tavsiya asosida olyapsiz. asosida olyapmiz. Bo'ldi. Kelib turibdi, hamma hujjatlaringiz To'liq kiritilgan. Bo'ldi, tushunarli. Aka, Men Mirzayev Nodir. Mirzayev Nodir, ha? Dehqonchilik bo'yicha Qancha olyapsiz? 10 million. 10 million so'mga tashlagansiz. Bo'ldi, sizlarni mana bugun uchrashuvimizda nima qildik? Hammasini ko'rib chiqib, qonuniy bo'lgandan keyin kredit ajratishni to'liq bizga muddatida chiqarib bajarib beramiz.